Assalomu alaykum. Xorazmlik YouTube kanalimizga obunachilar. Aziz do'stlar, bugun bir ajoyib hovli joyimiz sotuvga chiqdi. Lokatsiyasi Dimbir zo'rida joylashgan. Detskiy больницani ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladi. Shundan Do'rg'a chiqilsangiz do'stlar, Detskiy больницani yo'lina chiqiladi. Ondan ham Do'rg'a ketsangizlar, Raddoma ketadigan yo'l aziz do'stlar. Bundan Do'rg'a ketaman desangiz do'stlar, Rayhon bozoriga chiqadigan yo'l Navruz Sabirovning ko'chasi deb aytiladi. Shundan o'ngga kirib kelsangiz bo'ladi, Kotelni yondan. Aziz do'stlar, bir yo'l bilan keldik. Yo'llar asfalt, xudo xolasa 680 metr kvadratda joylashgan katta hovli joyimiz sotuvga chiqdi. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Aziz do'stlar, eldi ishina yashil uyimiz 17 metra 40 metr bo'ladi. Xudo xolasa qaranglar, dimbir zo'r. Uyda polni silikat karushdan qurilgan ekan, ustilari plita bilan bostirilgan ekan, kirib hazab remontini qilib yashasangizlar bo'ladi. Yo'q desangizlar, aziz do'stlar, bu yerdan bir 2 dona uy dahshat bo'lib quriladi. Endi o'ngingizda qaraverasizlar, aziz do'stlar. Bu yerni o'zi ko'pchilik biladi. Yer o'rnisi qimmat, aziz do'stlar. Agarda yer o'rnini o'zini olgan taqdirda qimmat, shuning uchun aziz do'stlar, shunga nisbatan olib qo'ydi. Uyning egasi ham kvadratini ham plus minus aytgan holda chiqarib qo'ydi ekan aziz do'stlar. Shuning uchun ko'rasizlar, to'g'ri kelsa, xudo xolasa olishlaringiz mumkin. Ajoyib hovli joy. Egasining nomerini qo'yamiz. O'zlaringiz telefonlashib, savdolashib olasizlar, xudo xolasa. Tak. Orientirni tushuntirdik. Endi yana qaranglar, bir qator uyni tushuntiramiz. Navis qilib qo'ydi ekan, to'g'ri mashinangizni qo'yaverasizlar, xudo xolasa bog'la qilingan ko'rib turganlaringiz. Ish o'rnida yana 17 metr. Tamburlar chiqqan, navislar eldinda qilingan, shipirlar bostirilgan, tarnovlari qo'yilgan, aynalarimizni ko'ringlar, plastik romlardan hammasi qilingan, reshotkalar ham qo'yilgan ekan aziz do'stlar. Ganglaydi. Bu yerda bir zeleniy zonamiz, yana uzumlarni qaranglar. Zo'r. Bu yon tarafda yana xudo xolasa yana bir zeleniy zonamiz bor. Gullar ekilib turibdi, chiroyli bo'lib turibdi. Suv, gaz, svetdan muammo yo'q bu yerda do'stlar. Bu yerda ham shu gap, aynalari plastik, keyin reshotkalarimiz qo'yilgan, dimbir zo'r. Bu yerda yana o'tirib dam oladi, yerlarni ham tashkillashtirib qo'ydilar ekan. Navisni ham qaranglar, chiroylatib qo'ydilar. Tak, keyin ishini eshiklar orqali kiramiz, ganglar. Bismillah. Tak, aziz do'stlar, giraverish prixojimiz, ya'ni tambur. Tamburni bilasizlar, endi issiq sovuqni ichana girizmaslik uchun qo'yiladi. Ya'ni qishda masalan sovuq birdan uyga girmasin deb, yozda yana issiq girmasin deb tambur alohida qilinadi. Bu yerda omonlik uchun joylari qo'yilgan, turbalar tashab o'tilgan, doполнительный nasozlar qo'yilgan aziz do'stlar. Dimbir zo'r. Ikkinchi eshigimiz ham shunday ajoyib demir eshiklardan qo'yilgan ekan, qaranglar. Prixojisi zo'r. Patologimiz plastiklar bilan bostirilgan ekan. Ganglaydi, bismillah. Tak, uyga giraverish shuning katta, xudo xolasa, dalan, endi uyga girmasdan tushuntirib o'tali. Bu yerda do'stlar stabilizatorlar qo'yilgan ekan. Xudo xolasa uyini, tokini bir xil nada ushlab berish uchun qo'yilgan ekan. Tak, umumanlik joylarimiz bu yerdan bor ekan yana. Mana suv, gaz, svetlardan muammo yo'q. Shuning katta dalan aziz do'stlar. Planirovkasini qisqacha tushuntirib o'tamiz. Bu yerda bir zalimiz bor. Katta zal. Bu yonda 2 spalnimiz bor, sanuzel bor, yana bir zalimiz bor. Hozir endi birinchi chetdan astan ko'rib boraveramiz aziz do'stlar. Pastlarimiz 100% taxtadan qilingan pollari, atopleniyasi o'tib turibdi aziz do'stlar. Ko'rib turganlaringiz. Yana bir narsa aytib o'tamiz aziz do'stlar. Shu lepkalar avvalgi moda, lekin hozir ham aziz do'stlar buni olib tashlab, atachen to'g'ri buribdilar. Lekin baribir remont qilish kerak. Assujitsiya qilish kerak. Ganglaydi bu yana. Eshiklarimiz ham taxta eshiklardan ajoyib bundan. Katta zal. Aziz do'stlar, 680 metr kvadrat dim katta ekan. Ko'pchilik masalan, menga kichkina uylar kerakmidi? Menga katta xonalar ham katta. Biz endi o'rganishmayapmiz kichkina uylarga deb aytadilar. Ko'pchilik podpishchilarimiz, obunachilarimiz ina katta uy. Hazzab o'ynab kulib yashayverasizlar aziz do'stlar. Uyimizga qaranglar aziz do'stlar, salqin bo'lib turibdi. Ya'ni ina yozdamiz, ichana girsak, ichida konditsionerlar ishlamay turibdi. Salqin bo'lib, buzdin bo'lib turibdi. Dimbir ajoyib. Aziz do'stlar, aynalarimizni aytib o'tdik. Pardalari endi qoladimi, yo'qmi? Ekranda egasining nomerini qo'yamiz, telefonlashasizlar, lekin vajlari yetadi deb aytdi. Ganglaydi yana. O'sha dalandan aziz do'stlar, endi bir qator xonalarni sizlarga ko'rsatamiz, ganglar. Bismillah, tak. Bu yerda yana shuning katta zal aziz do'stlar. Yana qaranglar.
katta zal, xudo xolasa aynalarimiz almashgan, perdelerimiz qo'yilgan, avvalgi remontlar, ya'ni lipkalar bilan bizning uyimiz ham shunday bo'lgan, korpusimiz bo'lgan, shu korpus ham shunday lipkalar qisilgan, shu vaqtdagi modalar. Zo'r aziz do'stlar, ganglar endi mana. Endi birinchi spalnyamiz. Yana shunday bir spalnya. Qaranglar. Bir ajoyib, chiroyli bo'lib turibdi. Bedagi vajda getadi o'xshaydi hamma vaj. Mebellar getadi deb aytdi, egasini aytishi bo'yicha. Tak, endi ikkinchi spalnyamiz. Qaranglar. Mana. Qaranglar. Ajoyib katta spalnya tushgan, bir zo'r, ajoyib otopleniyalari o'tgan, ichan taraf oynalarimiz taxtadan, shundan reshotkalar qo'yilgan ekan. Bir zo'r. Bu mebellar ham getadi aziz do'stlar. Shunda ikki spalnyamiz bor bu yerda. Bu yerda aziz do'stlar, bu yerda birinchi sanuzelimiz, keyin yana ham toza sanuzelimiz bor ekan. Bu yerda yana shunday bir xudo xolasa, nayanda spalnyamdagi xudo xolasa sanuzel. Vannalari bor, hojatxonasi ham shu yerda, kirmashinlar, og'ular aziz do'stlar, tayyor xudo xolasa. Nima deymiz? Birinchidan ko'rib boraverasizlar. Uyimizni balandligi ham zo'r, plita bilan bostirilgan aziz do'stlar. Endi bu yana kiramiz. Bu yerda aziz do'stlar yana bir zali sapı. Katta xudo xolasa xonasi. Razmerlari, to'liq razmerlari, xonaning razmerlari to'shni kerak desangiz aziz do'stlar, ekranda egasini nomerini qo'yamiz, telefonlashasizlardan o'zlaringiz so'rab olaverasizlar. Lutfi aziz do'stlar, videoda 1000 marta ko'rgandan kelib ustunda ko'rganlaringiz ma'qul. Ganglaying aziz do'stlar. Bu yerda yana shunday teraskasi, qaranglar. Bir zo'r. Hazza o'ynab gulib yashaydi. Agar aqtiqlaringiz, bolalaringiz bo'lsa, yugurib borib kelib yuridi xonadan. Qaranglar. Shu yerda bemalol choyingizni ichib, bu yon tarafda yana bog' tarafi konditsionerlarimiz bor ekan, ular qoladi. Televizorlar, bitoy texnikalar hamma o'zi ketadi. Tak, bu yerda menimcha podvalam bo'lishi kerak. Ganglaysiz do'stlar. Bu yerda kuxnyamiz hozir sklad sifatida foydalanib turibdi ekan, lekin yana ham toza kuxnyamiz bor endi. Toza qurilgan ekan. Bu yerda shunday vajlari bor ekan. Qaranglar. Mana ajoyib, zo'r. Xonalar ham ko'p ekan. Endi o'ng'ayingizda qaraverasizlar. Ganglaying aziz do'stlar. Bu yana o'sha toza qurilgan aziz do'stlar. Bu yandan bog'a chiqish bir variantimiz bor. Bu yandan chiqsak ham bo'ladi. Otopleniylarimiz chugunli batareyalardan qo'yilgan. Yurt turg'anlarimizning shu qachol orqali uyimiz xudo xolasa hammallari issiqqina bo'lib turadi. Ganglaysiz do'stlar, qaranglar endi bu yana kuxnyamiz. Mana top-toza bu yerda ketadi, shu bitoy texnikalari ketadi, gaz plitalari qoladi, akrildan zo'r mebellar qo'yilgan, akkuratli bo'lib turibdi, chiroyli suv, gaz, svetlardan muammo yo'q bu yerda aziz do'stlar. Zo'r, ajoyib. Pastlarimiz laminat pol ekan. Bu yerdan yana bog'a chiqish. Ikkinchi sanuzelimiz. Kafelar ham tozadan urilgan, toza remontdan chiqqan o'sha bu yon tarafi, dushovoylari qilingan. Menimcha bu o'zlari ketadi, aristollari qoladi aziz do'stlar. Umanliklar ham zo'r, ajoyib bilan qo'yilgan. Uyimizda yana batareyalar ham bor. Zo'r. Endi bog' tarafini ko'ramiz. Ganglaying. Qaranglar aziz do'stlar, bog'ini ko'ringlar. Bog'ning o'zi boshqa atmosfera. Bir ajoyib. Mevalar bor, uzumlarimiz bor. Polni steyashga qilingan, chetlari yurib, poyni aylanib kelsangiz bo'ladi. Bu yerda yana o'tirib dam oladigan zonalari bor ekan. Qaranglar. Zo'r. Yana bu yerlar toza qurilgan, sovuqdan chiqib chiroyli bo'lib turibdi, shipillarimiz bor. Endi bu yerda bir xonamiz, ko'rib turganlaringiz sklad sifatida foydalanib turibdi. Endi bu yon tarafdan bir qator ko'rsatamiz. Qaranglar. Mana. Bu yerdan bir teraska tirsangiz bo'ladi. Bu yoqda yana bir hojatxonamiz bor. Qaranglar. Territoriyasi katta. Mana. 680 metr kvadratda joylashgan. Biz yana bu hovli joyimiz. Dimzo'r egasini nomerini qo'yamiz. Agar kimdir lokatsiyasi yaqin bo'lsa, xudo xolasa telefon qilasizlardan, nima desam, savdolashib olaverasizlar, savdo ishi.
Aziz do'stlar, narxini keladigan bo'lsak, narxi 200 ming dollarda turibdi. Endi nechun 200 ming dollar shuncha qimmat ham bo'ladimi deb aytishlaringiz mumkin, lekin aziz do'stlar, birinchi joylashuvi, lokatsiyasi shaharning qoq markazi, ikkinchi metr kvadrat katta. Lekin shundan aziz do'stlar, 200 ming dollar aytilishi, ekranda egasi nomerini qo'yamiz, telefonlashasizlardan kelib ustunda savdolashinglar aziz do'stlar. Savdo ishi. Agar uy yoqqan bo'lsa, savdolashib olaverasizlar aziz do'stlar. Bu uyimizni menimcha ada o'tganda ko'p o'qigan savdolashasizlar, yetmaganda balkim kredit istayingizlar ham bo'laveradi. Hech qanday muammosi yo'q. 3 yildan o'tsa bemalol muammosi yo'q. Kredit olaverasizlar. Siz ham hech kimga nasi yo'q, xavfi yo'q. Aluvchi ham, sotuvchi ham, aytchakim. Agar kredit olaman desangizlar, bizlarga bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Kreditini olib berishga yordam beramiz. Qo'ldan kelincha xudo xolasa. Shuning uchun nima deymiz? Ekranda mulk egasi nomerini qo'yamiz. Agarda uyingizni, joyingizni sotish niyatida yurgan bo'lsangizlar, bizlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Aziz do'stlar, bizlar bilan uy joyingizni tezroq sotasizlar. Kommentariyada o'zingizni, chiroyli fikrlaringizni qoldiringlar aziz do'stlar. Xudo xolasa ajoyib, fayzli xonadonimiz sotuvda. Sog' bo'linglar.